haqiqiy qora bayir. Buni jilovlash kerak. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, sotuvga zo'r narxda Ford Bronco Raptor Performance yetib keldi. Oldi ko'rinishlari o'ziga tortmasdan qo'ymaydi. Qora bayir, Rio patfarnili omletlarning turishini qarang. Qadrdonlar, buni motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Ford Performance 3 motor twin turbo EcoBoost bo'ladi. V6 V obrazli motor bo'ladi. 418 ot kuchiga ega, 597 Nm bo'ladi. Go'zallikni qarang buni. Bifi Goodrich amerikanskiy brend ballonlarda turibdi. 37 ballon, bitlok diskalada. Buni ходовой darabotka qilingan bo'ladi. Fox amortizator, Fox podveskalarda. Ichidagi go'zallik har taraflama o'ylangan. Bunda eng kerakli bo'lgan funksiyalardan biri oldi differensial blok bo'ladi, orqa differensial blok bo'ladi. Ya'ni undan tashqari bitta ballon pastda bo'lsa, ikkinchi ballon tepaga chiqib tushadi. Shuna funksiyalargacha bor. Bio akustikada. Onali avtomat korobka bo'ladi. Bu har bitta joyida karbon aralashmasi bor. Rulda ham karbon aralashmasida lipstokli bo'ladi. Menga yoqadigan joylardan biri vixlib. Amortizatorlar hammasi adaptivniy. Mashinada kerakli bo'lgan hamma narsa mavjud. Abdu fotograflar bu mashinada odatiy hol. Bu mashinada yurgan odam haqiqiy his qiladi, bor hissiyotga berilib ketadi bu mashinani, maza qilib boradi. Modniy jiplar, brutalniy deganlarda mana shu Ford Bronco Wranglerlar kiradi. 37 ballonda 0 dan 100 ga qo'zg'alishi 5.9 sekund. Orqa ko'rinishlarini qaranglar. O'ziga tortmasdan qo'ymaydi. Shahar ichida ham shahar tashqarisida qo'l keladiganlardan biri. Haqiqatan har doim aytadiganday adrenalin mana shu mashinada bo'ladi. Bismillah, orqalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Qani, Alloh hammalarga nasib etsin. Qadrdonlar, yana qaytarganimdek, Jeep Wranglerlarga o'xshab, buni ham tomlari yechiladi, eshiklari yechiladi, o'zgacha ko'rinish keladi. Bagaj hajmi bo'lsa 380 litr atrofida. Qadrdonlar, buksirovka qizuv, buksirovka 3 tonnagacha bemalol tortib beradi. Mana shu video ostida bojxona yo'l kira yozib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Alloh hammalarga qilsa niyat qilganlarga.